Böyle. Yeni sıfatlarımız. Şurada nersini de düşünemezsiniz. La ilahe illallah. Allah'dan başka hiç narsa yok diyorsunuz. Şunu olar, avval şunu olar. Burada Allah. La Allah'dan başka hiç narsa yok. Yani Allah'dan tashqarida bo'layotgan narsaning hammasi Xudo o'zi yaratib turibdi. Hamma vaqt abadiylikda. Va abadiylikda shu Allohning 99 ism sifatidan mana shu olamga foiz kelib turibdi. Hamma vaqt shuni tushunib aqlimiz bilan tushunishimiz kerak. Xudoga ishonish degan so'z ma'nosida. Kelayotgan havo, kelayotgan nafasingiz, sog'lig'ingiz, aqlingiz, farosatingiz, miyangizning ishlayotganligi, Alloh taborak taoloning 99 ism sifatlarini bizlarda bo'layotgan tajalliyotlar, ko'rinishlar. Aql nimaga ishlaydi? Ilm sifati senda borligidan. Miyang ishlayapti. Sen Alloh bilan bog'liqda turibsan. Alloh senga ilmidan senga foiz berib turibdi. Eshitish quloqni, ko'zingiz ko'rish, tiligingiz gaplashishlik vujudingizning borligi. Bu hamma vaqt abad insoniyat Allohga muhtoj. Faqat insoniyat emas, abad olamdagi bor bo'lgan to qurdi qumursqalar to mikro elementlar deymizmi, atom, neytron, proton, kvant olamlar deymiz, ism sifatlar olami deymizmi? Hamma vaqt Allohga muhtojmiz. Hamma vaqt Allohdan bizlarga foiz kelib turibdi. İşanırsanmı sen bunga? İşanmaysanmı? O senin işin albatta. Albatta senin aklın, parasatin, ilmin yetken derecesigacha ishanasan. Ungacha ishonamaysan. Ya undan yuqori darajada ham ishonmaysan. Shu odamlar yuribdi mana. Xudoga ishonadiganlar bor, ishonmaydiganlar bor, boshqa millat odamlar bor, o'zlarimiz bor, anglichanlarimiz bor. Hamma. Nimaiki bor, hammasi Allohdan kelayotgan foiz bilan istifoda qiladi. Har xil tillarda hamma vaqt. Shuning uchun abad mutlaqo Allohdan kelayotgan foiz. Mana shu dunyoga tegishligini hammasi san endi qabrga olamga o'tgandan keyin undan nariyog'ida boshqacha foizlar kela boshlaydi. Oxiratda boshqacha foizlar keladi. Jannatda boshqa foizlar keladi. Jahannam olamida yana boshqacha foizlar keladi. Bular hammasi Allohdan kelayotgan narsa. Faqat Allohdan olinadi hammasi. Shuni hammasini yig'ishtirib, hammasini xulosa qilib, la ilaha illalloh deb ataladi. La ilaha illalloh deb ataladi. Bundan boshqa hech narsa yo'q. Ana o'sha keyingi la ilaha illalloh degan Allohdan kelayotgan faizlarning sanog'i million har xil faizlar kelayotgan bo'lsa, hammasi shu bitta yolg'iz Allohdan keladi. Boshqa joylardan faiz kelmaydi. Endi nima deymiz? Nimaga insoniyatni masalan jannatga kirishligi bor va jahannamga kirishligi bor. Bular hammasi insonning o'zining mehnatining, farosatining, aqlining, tushunchasining natijalari bilan hammasi. Bilish bilmasligining natijalari bilan chiqadi. Alloh taborak Xulqul insoni ala suratihi. Alloh insonni o'ziga o'xshab yaratdi degan hadislar bor endi. Shuning uchun bizlar Allohning hamma sifatlaridan ogohimiz, hamma sifatlari bizda bor. Shular orasida yaratuvchilik sifati deb qo'yaylik. Yaratuvchilik sifati ham bizda bor. Ne'mat oluvchi, yaratuvchi, hamma sifatlar bizda bor. Mana shu uylarda yaratilishi, mana bog' bo'ston shaharlarda yaratilishi. Alloh taborak taolo shuni hammasini insonning qo'li bilan yaratilyapti. Chunki insonlar yaratuvchilik sifatlari bor endi. Insonda ilm sifatlari bor. Aql, farosat, ko'rishlik, bilishlik, bilishlik, inkor qilishlik, tasdiq qilishlik degan sifatlar hammasi bizda bor endi. Shuning uchun Alloh taborak taolo bizlarga shuning uchun berganing uchun siz o'zingiz yaratuvchi bo'lganingizdan keyin jahannamni ham siz o'z qo'lingiz bilan yaratasiz. Jannatni ham o'z qo'lingiz bilan yaratasiz. Yaratuvchi deylik insonda.
Endi masalan inson yaratuvchi. Nima uchun inson o'ziga o'zi jahannamni yaratib oladi? Qani aytingchi, siz aytingchi. Nima uchun inson o'ziga o'zi jahannamni yaratib oladi? O'zining boshiga tushadigan azobni o'zining qo'li bilan yaratadi endi. O'zimizni tanimaganimiz uchun, Allohni tanimaganimiz. O'sha asos, o'sha o'zimizni tanimaymiz. Allohni tanimaymiz. Abadiylik tanimaymiz. Boyagi ahmoqligimiz, nodonligimiz o'zimiz yaratuvchi ekanligimizni tanimayapmiz. Men qilaman, uy solyapman deyaverasan sen. Lekin sen o'zingning taqdiringda ham, o'zingning aslingda ham, holatingda ham, jannatingda ham jannat, jahannamning ham o'zingga yaratyapti degan so'zga farosating yetmay turadi. Sening faqat farosating mana shu dunyodagi bo'layotgan mana shunaqa ko'rinishi vaqtincha narsalarda yaratib qo'yganingizga shunga xursand bo'lib yuraverasiz. Masalan, uy-joy qilasiz, bola chaqa qilasiz, bo'lmasam shaharlik qilasiz, bo'lmasam bir joyga raislik qilasiz, hokimlik qilasiz, podshohlik qilasiz, yoki xizmat qilasiz. Shunga o'xshash qumursqaga o'xshab yuraveramiz. Aslida inson o'zining mohiyatini chuqur tanimasligidan kelib chiqadi deb aytamiz endi masalan. Chuqur mohiyatning chuqur ekanligini juda ham endi ko'rib turibdi odamlar, shaharlar quryapti, odamlar siyosatlar quryapti, odamlar endi janjal qilib, urush qilib bir joylarni bosib olyapti. Ya bo'lmasam birovlar kelib bularni bosib olib, qul qilib ishlatyapti. Shunaqa janjal, o'zi dunyodagi janjal hamma shuni bo'lyapti. Shunda nima tushundingiz? Shu boyagi yomon odamlar bilan olamni ta'sirida yomonlik yaratayotganini, o'ziga o'zi yomonlik yaratayotganini tushundim. Yana nima tushunishingiz kerak? Endi shu boyagi yaxshi boyagi odamlar bilan yaxshi olamlarni ham yaratish mumkinligini Al-qadaru khayruhu va sharruhu min Alloh taolo. Shu yaxshilik yomonlik da o'zimiz yaratar ekanmiz. Dunyoga kelding. Mayli tushunasanmi, tushunmaysanmi? Mayli hayvonga o'xshab o'sib ketasanmi sen? Mayli sen endi payg'ambarlar yo'lida yurib bir yaxshi harom bilan halolni ajratadigan bir holatga borasanmi sen? Ya harom halolni ajratamaydigan bir eshak bo'lib yurasanmi sen? Buni hammasini ko'ryapsizlar. Sen o'zingni ham shuni ko'rib turibsan, boshqa yoqdan ko'rib turibsan, shular sen eshak bo'lib yurganlarni hammasini. Yaxshi odam bo'layotganini ham ko'rib turibsan, yomon odam bo'layotganini ham ko'rib turibsan. Iloji yo'q. Shuning ichida yuribsan sen. Bundan ham qochib. baribir yaratuvchi bo'laverar ekanda, xohlasa ham, xohlamasa ham baribir yaratar ekanda. Inson dunyoga keldimi, yaratmasdan boshqa iloji yo'q ekanda. Yo yomonligi, yo yaxshiligi. Nima uchun? Allohning bu omonatini, bandalik omonatini olgani uchun bo'lsa, Bandalik omonatini olganligi uchun Allohning qo'lidagi bo'layotgan bir asbob bo'lganligi uchun. Sen endi asbobsan. Alloh sening qo'ling bilan yaratyapti mana bularni hammasini bandaning qo'li bilan yaratdi. Shu uylar ham, imoratlar ham, shaharlar ham Alloh yaratyapti. Ammo bandaning qo'li bilan yaratyapti-da. Bunda juda hikmatlar ko'p bo'ladi. Albatta, shuni ko'p turgan Xudoni ko'rmagan odam mana banda degan biz Xudomiz, biz hamma narsani qilaveramiz deb ham dovdirab ketadi. Bo'lmasa boyagi iymon Xudoga bo'ladimi? Yo'q. To'xta, dovdiramasa, eshak yaratuvchi Alloh. Hayot, qudrat, ilm, eshitish, faqr, farosat bu Xudodan berilgan bir senga ne'mat sen. O'zing bir joydan topib kelganing yo'qsan sen. Osmondan bir joydan olib bo'lganing yo'qsan. Tabiat senga berib qo'ygani yo'q bu narsani. Deb o'zingga bir to'xtab berasan-da endi. Ishingda yig'ib hammasi Allohniki. Deb Xudoga iymon keltirib bir insof gap kelib qolsang, o'zingni foydang.
insofga kelmasang, u ham senga foyda ziyon keltiradigan bir asbob bo'lib qoladi. Nima tushundilaring? Hayotdan. Qani? Nima tushundingiz? Hayot nechiga keldingiz? 65 ga keldik. 65 vallahi. 65 kelib, faqat o'zimiz nodonligimiz uchun xolos. Shu pirimizni mehri bo'lmasa, boyagi Allohning mehri bo'lmasa hech narsa emasligimizni o'sha ozgina boyagi tanib, tushunib, bilib qolganlarimiz ham shu boyagi pirimizni qo'li bilan bo'lib turganligini nima qildik deydi, sezin deydi Hazrat. Boyagi ilm olganlari ham, nimalari ham hammasini boyagi ko'rsak, hammasi janjalda man deb boyagi sakrayotganligini, bitta boyagi pirimiz boyagi mehr berib bizlarga turganligini sezinyapti. Men shuni tushuntirib bering, Xudoga shirk keltirdingiz hozir. Qo'yib olaylik. O'sha hozir nimada ham johillik deganda o'sha bilishligi o'zi bilangina boyagi inson kamolat hosil qila olmasligini boyagi nima Turlar, choydan ichinglar. eng ko'p bilganlar boyagi eng ko'p johillik qilayotganga o'xshaydida, moddiy bir holatda telefonga kirib bundoq boyagi ko'rsak, o'sha ko'p boyagi bilganlar katta boyagi johilliklari qilayotganligini, o'sha boyagi ruhoniyatga qo'shilmaganligi uchun hamma boyagi ilmlarini o'zini ziyoniga xizmat qilayotganligini sezinyapti. To'g'ri. Ya'ni aytmoqchi bo'lyapmizki, inson endi Xudo bilan bog'liqda turibdi. Ishonadi. Odamlar musulmonlar ko'p. Hamma dinda ham ishonadi. Lekin Xudo bilan bevosita robitada turganligini, bog'liqda turganligini o'zi ham ishonmaydi, uni dalillab ham bera olmaydi, unga aqli ham yetmaydi. U endi faqat endi Xudo yaratib qo'ydi, bizga keltirib qo'ydi-yu, endi bu yog'ini endi biz o'zimiz boshqaramiz deydigan odamlar shu dunyoni boshqarib turganlar ham shunaqa endi. Demak, bizlar endi baribir Allohga bog'liq Tavbaga robita bog'liq bo'lib turibmiz. Endi o'sha bog'lanishlik, Allohni tasarruf qilishlik holatini tushuntirib beringchi. Alloh qanday qilib olamni boshqarib turibdi? Bizlar endi tushungan narsamiz shu payg'ambarimizni nuri bilan, Alloh amri bilan o'sha payg'ambarimizni merosxo'rlarini qo'llari bilan nima qilib turibdi? Nima qilamiz? To'g'ri, o'sha qoidada aqidada shuni aytadi. Batıl olmanın böyle borç beşte farzun lazimun tasdikul enbiya vel emlak kiramen bin neval. Farz iman geçirmemek farz. Peygamberler baştalarda olanı tasarruf kılıp durgan peygamberler o baştalarda iman keltirmeklik farz degan beytte bazılarının ondan yanında üçüncü beyt. Farzun lazimun tasdikul enbiya vel emlak. Kiramen bin neval, Allah tebarek teala ularga ikram qilgandir. Emrlar bilan hikmatlar bilan olamni boshqarib turishligi mumtasib. Shuning uchun Alloh tebarek teala olamni boshqarayotganda shu odam otamiz yaratilishligi hikmati shunda. Farishtalar hammasini shunga taslim qilib qo'yishligining hikmati shunda. Odamlarni hammasini bitta odam otadan, zurriyotidan dunyoga keltirganliklarining hikmati shunda. Va payg'ambarlarga iymon keltirishlik, payg'ambarlardan keyin boyagi xalifalarga iymon keltirishlik, rasullarga, pirlarga iymon keltirishlik, tasdiq qilishlik,
podsholarni kelib bitta mamlakatda podshoga taslim bo'lishlik degan qoidalarni hammasi insoniyat olamida yana bir boshqarish kerak ekanligini, taslim bo'lish kerak ekanligini qoidasi bor. Shu narsaning qoidasi bor. Mamlakat, yer yuzida qancha mamlakat bor? 200 ga yaqin bir mamlakat bo'lsa, hammasini prezidenti bor. Hammasini armiyasi bor, hammasini boshqaradigan odamlar bor. Mayli ular musulmon bo'lsin, musulmon bo'lmasin, farqi yo'q. Musulmon bo'lmaganda ham boshliqqa taslim bo'lishlikni farz ekanligini ko'rsatib turibdi. Musulmon bo'lmasin. Musulmon bo'lmasa mana shu Trampga bo'g'anyapti. Bo'ysunib turibdi-ku endi. Kecha vaqtida biz Qur'onni inkor qilamiz deganda ham shu Stalinga taslim bo'lib turishdi, shunga o'xshash. Kommunistik partiyasi degan bir bolani chiqardi, o'shanga bo'ysunamiz deb qo'yishdi. Farqi yo'q. Taslim bo'lmasa bo'lmaydi endi. Islom taslim bo'lmasa mamlakatda tinchlik bo'larmi? Albatta. Boyagi anarxiya deb qo'yishadi. Anarxiya degan so'z hech kimga taslim bo'lmayman, men o'zim jamiyatimni cho'g'iraman, o'zim erkin yuraman degan bir balolar. U hamma erkin yuraveradigan bo'lsa, u hammaning boshida har xil xayol deydi. U albatta bir-biri bilan to'qnashadi, va bir-biri bilan urushadi, va bir-biri bilan talashadi. Joy talasiz ham, kiyim talasiz ham, xotiningiz talasiz ham, kim talasiz ham. Dunyo qoidasi shu. Shuning uchun albatta bitta podshoga, bitta rahbarga bo'ysunishlik to'g'ri bo'ladi. Ammo payg'ambarlarga bo'ysunishlik, Allohning amriga bo'ysunishlik, shariatiga bo'ysunishlik bilan dunyodagi siyosatchilarga bo'ysunishlik o'rtasidagi bo'layotgan farq. Dünya odamlari siyosatchilarga bo'ysunishlik bu bir kolxozga o'xshagan bo'ladi. Kolxozda bitta raisga bo'ysunish kerak ekanligini talab qilayotganligi uchun shunda bir bo'ysunadi xolos. Kolxozda bitta raisga bo'ysunmasa, u o'tdan bir natija topmaydi, olmaydi. Shuning uchun sotsial ishonasan, ishonmaysan, bitta boshliqqa bo'ysunish kerak ekanligini aqlan va tabiatan va odatdan shuni bizlar talab. Bunga bizlar bo'ysunamiz. Ammo Xudoga bo'ysunishlik emas endi bu. Xudoga bo'ysunishlik emas. Shuning uchun ularning Xudoga bo'ysunmagan odamlar mamlakat qurib boshqa qilganda ularning oxiratga natijasi bo'lmaydi ularda. Shu dunyoda masalan Amerikaga o'xshagan mamlakatlar, boshqa mamlakatlar edi. Ularning bo'ysunishlik qoidasining asosiy manfaati dunyo manfaatlarini ko'proq foydalanishlikda yo'lga qo'yilgan narsalar ular edi. Ular birorta shu oxiratni degan narsani ular ishlatolmaydi. Tanmasligidan kelib chiqadigan bu muammolar hammasi. Endi bizlar endi o'shanda tasavvur bo'lish talab qiladi, ibodat qilamiz, ibodat qilamiz deganlarimda. Bu yerga Xudoni roziligini topishimiz kerak degan tushunchada ham bo'lamiz bizlar. Allohni ham payg'ambarning qoidalari bilan, sunnati bilan, shariat ulamolarining qoidasi bilan yurishimiz kerak degan tushunchalar bo'lamiz. Qancha dunyoda yo'llar bo'lar ekan, har xil. Allohga shukr. Hozir bizlarda ham O'zbekistonda ham berilganiga o'sha tariqatni o'rganib, nimalar moddiy tarafdan o'rganyapti-da. Navoiy buvalarimiz, Bedil buvalarimiz hikmatlarini nima qilib o'sha borganda ular ham shu komil bo'lish kerak, ishonchli bo'lish kerak deyapti-da. O'sha topshiradigan, taslim bo'ladigan odam deyapti-da, bir aniq nimani ko'rsatmoqda-da. Ba'dan
ko'proq boyagi ayollardan shuni o'sha boya haqiqatni nimasiga boyagi yetishligi boya qidirib rostdan boya Alloh deyishligi boya qidirayotgan nimalar ko'p nimasi ayollar bo'lar ekan. O'sha erkaklardan ko'ra aniq boyagi nimalarida. Xotinlarni aql kuchlayib ketgan so'zni to'g'ri aytsalar boshqa qiladi. Ya'ni xotinlar huquqini ko'paytirib qo'ygan sovetnik qo'lga qoldiqlar degan so'zda endi hali ham erkaklarga nisbatan bir tazyiq borda endi hamma joyda erkaklarga qo'rqadimi bularga huquq beradigan bo'lsa ertaga o'rnimizni tortib oladi degan qo'rqinchlar bor. Mana shunaqa aytganingiz rost, hammasi shunaqa. Demak endi buni mohiyati shu bo'ldi. Insonda nafs degan narsa bo'lganlik uchun aql parasat qo'limizdan kelayotgan mohirlik, ustalik va kasb holatlarimiz juda yaxshi darajaga yetgan bo'lsa ham ammo boyagi to'g'riq bir insonni o'shanga rahbar qilib qo'yishlikdan qo'rqishadi. O'sha hozir tushuntirib bergan shu programma nafaqat islomda kufr bo'lgan, islomdan tashqarida ham boya ishlab turibdi degan narsangizni aytishga boyagi aqli boyagi chamasi kelmoqda-da. Siz o'sha meni hurmat qilasan, do'stlarimni hurmat qilasan, amrimni hurmat qilasan deb uchta boyagi narsani aytgansiz. U ko'p boyagi yil oldin o'sha Allohning amrini shunda nima qilmoqda-da, o'sha talab bo'lib turgan odamlarni ashimini to'sib qo'yapti-da, boy o'shanaqa boy komil o'zini o'sha boyagi shu bog'langan nimasi piri bo'lmaganligi uchun, o'sha idroki moddiy bo'lganligi uchun bo'lsa kerak deb bitta insonga rostdan o'zini topshira olmaganligi uchun, ishona olmaganligi uchun bo'lsa kerak-da. Baribir xos davralarda balki ular ham aytayotgandir-ku, oshkor qilayotgandir-ku, nimada ko'rinmoqda-da. Endi u odamlarni bittasini boshqaruv qilib nima qilishlikda, boshqarishlikda ko'zlayotgan maqsad faqat shu moddiy maqsad bo'lganligi uchun. Alloh ko'zlayotgan maqsad moddiy maqsad bo'lganligi uchun ular hammasi birlashib bitta moddiy maqsadga oxiriga borganda hammasi tarisha boshlaydi. Men nega bo'lishim, men podsho bo'lishim, men podsho bo'lishim. Shuning uchun ular lekin ruhoniyat olamiga kirgan vaqtda oxiratda hammamiz oxiri borayotgan nuqtamiz Allohning rizoligini topish va Allohning amri bilan nima qilmasdan, xato qilmasdan Allohning amri bilan Allohni yurgizishlik degan qoidaga borishlikka yo'l topolmayapti desa ham bo'ladi. Chunki endi dunyo odamlar boshqarayotganiga ular albatta mamlakatda bitta dindorga bir so'piga boshqarib qo'yishlikda ular ikki dunyoda rozi bo'lmaydi. O'sha dunyo muammolarni, dunyo maqsad turganligi uchun bu dunyo maqsadlarini bitta nodon so'piga ushlab qo'yishlikda albatta xohmaydi.